Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Cisco Packet Tracer ilovasida IPsec protokoli bilan VPN ni sozlab olamiz. Buning uchun biz Cisco Packet Tracer'ning 7.3.0 versiyasidan foydalanamiz. Birinchi o'rinda routerni olib olamiz. Routerni 28.11 versiyasini olishimiz kerak. Va bitta switch, mana bu asosiy sxemasi. Birinchi bo'lib routerni Fast Ethernetni switchga ulab olamiz. Bunda Fast Ethernet 0.1 portiga ulab olamiz. Keyin yoniga 3 ta server olamiz. Va serverlarni Fast Ethernet 24 va bu yoqda 0-porti bilan ulab olamiz. Eng pastdan ulab kelganimiz qulayroq. Serverimizni birinchisiga fayllarni uzatadigan server bo'lganligi uchun file server deb nomladik. Ikkinchisiga web server. Bunda asosan web applicationimiz turganligi uchun web application server qildik. Mail server bu bizni emaillarimizni almashib turadigan servercha. Va ko'rib turibsiz, topologiya bo'yicha IPlar berilgan. File serverga 172.16.1.11 versiyasini olamiz. IPsini beramiz. 10 qilar ekanmiz. Ozgina o'zimizga qulayroq bo'lishi uchun chiroyli holga yetkazib olyapmiz. Ko'rib turganingizdek, IP ni oxirisida faqat 2 xonali son beriladi. Routerimizga IP berib olamiz. File serverimizga IP ni joylashtirib chiqamiz. Default gateway'ga oxirida 1 qo'yamiz. Va web serverimizga ham IPsini kiritib, subnet masklarni qo'yib, default gateway'larni yozib olamiz. Endi mail serverimizga IPlarni berib, subnet masklarni va default gateway'larni joylashtirib olamiz. Va tekshirish uchun bitta PC olib, uni routerga bog'laymiz. Bu orqali VPN ulanish amalga oshadi. Biz buni PC nolimizni remote user deb nomlab oldik va unga IP berilganda 10.10.10.12 ni olamiz. Ular o'rtasidagi tarmoq IPsi esa 10.10.10.1 bo'ladi. Fast Ethernet 0.1 dagi. Endi remote userimizga IP'mizni kiritib olamiz.
subnet masklarni to'g'rilab belgilab olamiz. Routerimiz kompaniya router bo'lganligi uchun uni kompaniya deb nomlab oldik. Web serverlarimizni chiroyli ko'rinishiga interfeys jihatdan o'zgartirib olamiz. Bizning remote userimiz VPNning birinchi klienti bo'ladi. Foydalanuvchisi bo'ladi. Ish namunamizni nomini yozib olamiz. Va endi routerni sozlashni boshlaymiz. Birinchi enable orqali routerni ishga tushirib olamiz. Conf'da konfiguratsiya terminal qilamiz. Kompaniyamizga host beramiz. IP adreslarini kiritib, o'chmaydigan qilib no shutdown qilinadi. Va 00 keyingi o'ng tomondagi fast ethernet ulanish IP'sini ham belgilab olamiz. Endi remote user orqali ping tekshiruvini o'tkazib olamiz. Bu yerda router bilan remote user orasida aloqa bormi yo'qmi bilib olinadi. Ko'rib turganingizdek reply, ya'ni javob qaytardi. Endi serverimiz bilan orasidagi ulanishlarni tekshirib olamiz. Hozircha timeout beryapti. Yana bir marta tekshirib olamiz. Ko'rib turganingizdek fail bo'ldi, ya'ni ma'lumot yetib bormadi. Ikkinchi web serverimizni tekshirib olamiz. Bunda ham timeout bo'ldi, ya'ni ulanish yuzaga kelmadi.
oxirgisi mail server, ya'ni email serverimizni qo'llanishini tekshirib olamiz. Va bloknotimizda berilgan qadamlarni ko'rib olamiz. Shu qadamlarni amalga oshirsak, biz o'zimizni VPN xavfsiz tarmog'imizni amalga oshirgan bo'lamiz. Buning uchun routerimizga kirib, exitni yozib olamiz, chunki biz config ichidamiz routerda. Va router uchun new model yaratib olamiz. Va ko'rib turganingizdek, authentication login uchun parollarimizni yozib olamiz va bu tarmog'imiz lokal ishlaganligi uchun lokal deb belgilab olamiz. Avtorizatsiya uchun networkga ABC2 deb nomlab oldik va bu ham lokalda ishlaydi. Username bunda asosan parolimiz, va bularni amalga oshirdik birinchi qadamni. Va ikkinchi qadamda biz kripto kalitidan foydalanib Cisco paket tracer yordamida o'zimizga kerakli bo'lgan hashlash algoritmlari va shifrlash algoritmlarini belgilab olamiz. Limitni biz 10 ta olganligimiz uchun ko'rib turganingizdek ISAC-MP policy 10 ni yozib olamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek bizning jadvalimizdagi shifrlash algoritmlarini ko'rsatib bergan. Biz 3DS ni oldik, chunki bu yuqoriroq va murakkabroq bloklar shifrlaydi. Hash algoritmimiz uchun MD5 dan foydalandik. MD5 ancha tez hisoblanadi. Authentication pre-share qilinadi va kalitlar almashinuvi uchun Diffie-Hellmanning versiyalarini tanlab olamiz. Bizga ikkinchi versiyasi yetadi. Va ko'rib turganingizdek, router va remote user orasidagi remote uchun alohida key yoziladi. Remote userimiz routerga aloqaga chiqayotganda mana shu algoritmlar asosida xabar almashadi. Bir-birini autentikatsiya qilish uchun Diffie-Hellman, identifikatsiyasi uchun esa kalitlar yordamida tekshiriladi. Va kodiga qaytamiz. Exit qilib configdan chiqib olamiz.
virtual private network poolni sozlab olamiz. Bizda key Cisco 123, siz buni o'zingizga moslab boshqa parolni olishingiz mumkin. Murakkab parollarni qo'yish tavsiya etiladi. Va qaysi IP dan qaysi IP ga chiqib ketayotganligini VPN'larni belgilab olamiz. Bizda xatolik ketdi. VPN pool qismi qolib ketgan. Ko'rib turganingizdek, pool qismi qo'shilganda kod to'liq ishladi. Endi Cisco gruppasi uchun konfiguratsiyani yaratib olamiz. Boya aytib o'tganimdek, bu yerda keyga Cisco 123 olamiz. Client, ya'ni userni gruppa asosida tashkillashtirib, ya'ni yaratib olamiz. Shu holatda uni key parametri Cisco 123 bo'ldi. 5-qadamda ya'ni set o'rnatamiz. IPsec yordamida ma'lumotlarni shifrlash va ularni butunligini ta'minlash uchun hashlash algoritmlarini belgilab olamiz. Ko'rib turganingizdek, oxirgi so'roq belgisi yozilsa, ba'zi bir komandalarda, deyarli hammasida shunday ishlaydi. Unda nechta tarkibida qanday qismlardan iboratligi kelib chiqadi. Bizda hozircha set tag mavjud ekan. Va set 1 yordamida so'roq berilganda shu kabi hashlash algoritmlarini va shifrlash algoritmlarini belgilab o'zimizga qo'shib olamiz. Bu yerda asosan qaysilardan foydalanishimiz kerakligini tanlab olamiz. Bizga 3DS kerak, chunki ma'lumotlarni sinxron shifrlayotganimizda DESdan foydalanganimiz ancha foydaliroq. Chunki ancha murakkabroq shifrlaydi. So'ngra dynamic mapni sozlab olamiz. Bu yerda maksimal limitga 10 beramiz. Routlarni reverse qilamiz, ya'ni qayta routlanadi. Va har bir map uchun keyingi qadamimizda foydalanuvchi konfiguratsiyalari, adreslari, autentikatsiya parollari, avtorizatsiya parollarini belgilab olamiz. Va bu yerdagi asosiy tarmog'imiz Fast Ethernet 00 kabel bo'ladi.
va bularni sozlab olganimizdan so'ng bir qator hammasini tekshirib olamiz. Ya'ni maksimal limitga biz 10 berdik. Va biz ma'lumot almashayotganimizda fast Ethernet 01 dan o'tishini ta'kidlab o'tamiz. CryptoMap Map 1 ni biz sozlab oldik va buni ishga tushirish uchun CryptoMap Map 1 ni yozib Enter ni bosish kifoya. Va bir qator yozgan narsalarimizni tekshirib olamiz. Va biz kiritgan qiymatlarni har bir qadam bo'yicha birma-bir tekshirib olamiz. Yana konfiguratsiya terminal qilib routerimizga qaytib olamiz. Admin passwordiga admin deb nomlaymiz. Va exit ni bossak, barcha o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Va bizni VPN'imizda ishlatiladigan kriptografik algoritmlar bir qator ko'zdan kechirib olamiz. Va shu IP oralig'ida xavfsiz ulanishni ta'minlaydi. VPN pulimizni shu ko'rinishda sozlab olgandik. Va biz tanlab olgan kriptografik algoritmlarni ko'rishimiz mumkin bu yerda. Bular orqali VPN ma'lumotlarni uzatishda foydalanadi. Va hammasini bir qator ko'zdan kechirib olamiz. Hammasini tekshirib olganimizdan keyin to'liq sozlab oldik va VPN klientimiz orqali VPN konfiguratsiyalarini kiritib unga ulanib olamiz. Group name'imiz map name olganimizda Cisco berilgandi. Group keyga avval ko'rganimizdek VPN pul qismida Cisco 123 olgandik. Bizni klientimiz, ya'ni foydalanuvchimiz 10.1 IP sida va
uni pasportini belgilab olamiz. Pasportimizda xato ketibdi. Bad qismida bad ko'rsatib turdi. Demak, bizni ma'lumotimiz qabul qilmagan. Mana VPN is connected. Biz konfiguratsiya qilgan parollarimiz, login parollarimiz, hostlarimiz, pool keylarimiz, VPN pool keylarimiz orqali routerimizga VPN orqali ulanib oldik. Bizda hozir lokalniy VPN tarmog'i mavjud. Va VPN ga ulanib oldik. Endi bizda Secure VPN mavjud. Fayl serverlarimizga qayta ulanib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, birinchisida request timeout berdi, lekin keyingilarida ulanishni ko'rsatdi. Endi web serverimizga request jo'natib ko'ramiz, ya'ni so'rov yuborib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bunda ham 3 ta so'rovda hammasi to'g'ri qaytdi. Va oxirgisi email serverimizga ping so'rovini yuborib ko'ramiz, ya'ni u bilan o'rtasida bog'lanish bormi yo'qmi? Va shu IP bo'yicha IP tarmog'imizni tekshirib ko'rdik. Websayt ishladi. Va biz bu ishda asosan ko'rib turganingizdek birinchi routerga ulandik. Router bilan ping so'rovini yuborib, router bilan aloqani bor yo'qligini bilib oldik, lekin o'rtada switch bor edi va server bor. Serverga to'g'ridan-to'g'ri userimizdan ping so'rovini yuborganimizda bu ishlamagandi. Lekin router bilan switch orasidagi tarmoq ulangandan keyin va VPN sozlangandan keyin serverlarimiz orasida xavfsiz ulanish yuzaga keldi. Va kompyuterimizni ko'rib olamiz. Network connection bo'limida VPN connection qismi mavjud ekan. Va biz yaqinda yaratgan passwordlarimiz, username'larimiz asosida shunday ulanishni amalga oshirsak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu Cisco paket dasturida IPsec protokoli bilan VPN ni sozlash edi. Hammaga kattakon rahmat.